Assalomu alaykum, Namangan taxta bozorini kuzatuvchilari. Bizga mana yana 12 shpontli polli taxtamizdan yana yangi partiya keldi. Shuni taxtani holati bilan, narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlar undan oldin kanalimizni rivoj uchun like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Video davomida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Bu taxtamiz razmeri kelsa, shpontdan keyingi holati 12, qalinligi 2, uzunligi 4 metrli. Quruq suvoy polli taxta. Holatlari yaxshi. Xudo xolasa zavodskoy taxtadan ochilgan. Tilanishlari ham chiroyli, bir tekisda tilingan, shpontlari ham chiroyli ochilgan. Arra o'ynagan, valna defektlari xudo xolasa chiqmaydi. Shpontlari ham bir-biriga tushishi yaxshi. Xudo xolasa choklari ham chiroyli ochilgan. Randalari ham xudo xolasa bir tekisda idealniy chiroyli chiqqan. Bu taxtamizni narxini 47 ming so'mdan qilib beramiz. Razmerlarni aytib o'tamiz. Razmeri ina 12, qalinligi 2, uzunligi 4 metrli. Quruq suvoy polli taxta. Xolasa narxini 47 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishini chiroyli, sifatli qilib bitkazib beramiz. Telefon nomerlarimiz 91 361 0203. Xolasa ishini chiroyli, sifatli qilib bitkazib beramiz.